Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. 2026-yil birinchi yarim yilligida murojaatlar bilan ishlash holati. Bugungi kunda aholi bilan ochiq muloqot qilish, ularni qiynayotgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash va ularga samarali yechim topish davlat boshqaruv organlarini oldida turgan eng ustuvor vazifalardan biridir. O'zbekiston Respublikasining Qo'shbir tuman xalq qabulxonasi tomonidan joriy yilning 6 oy davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. O'tgan davr mobaynida Qo'shbir tuman aholisidan virtual va xalq qabulxonasiga jami 1424 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 1132 tasi qanoatlantirilgan, ya'ni 604 tasi ijobiy hal qilingan, 513 tasi huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingan, 82 tasiga esa tushuntirish berilgan. Ushbu murojaatlar aholining ijtimoiy va iqtisodiy masalalar, kommunal xizmatlar, infratuzilma va boshqa dolzarb muammolarni aks ettiradi o'zida. Kelib tushgan murojaatlarni mahallalar kesimida olib qaraydigan bo'lsak, Taraqqiyot mahallasida 41 ta, Baratlar mahallasida 36 ta, Sheyx Maqsad va Chamazor mahallasidan 33 ta murojaatlar kelib tushgan. Kelib tushgan murojaatlarni sohalar kesimida oladigan bo'lsak, 18 yoshgacha bolalar nafaqasi tayinlash bo'yicha 152 ta, muhtojlarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha 49 ta, davolanish va jarrohlik amaliyoti uchun moddiy yordam masalasida 44 ta murojaatlar kelib tushgan. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 11-sentyabrdagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi 445-sonli qonun talablari asosida davlat tashkilotlarining rahbarlari va boshqa mansabdor shaxslar tomonidan belgilangan reja grafik asosida mahallalarda joriy yilning 6 oy davomida 168 ta sayyor qabullar o'tkazilgan. Qabullarda o'z muammolari bilan qatnashgan fuqarolardan 412 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ushbu kelib tushgan 412 ta murojaatning 255 tasi ijobiy hal qilingan va 135 tasiga huquqiy ma'lumot berish orqali hal qilingan. 22 tasiga tushuntirish berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 1-apreldagi 51-sonli farmoniga muvofiq aholiga qulay sharoitlar yaratish uchun xalq qabulxonasi binosida tuman hokimi o'rinbosarlari tomonidan reja grafik asosida iyun oyida jami 22 ta shaxsiy qabul o'tkazildi. Qabul davomida kelib tushgan 46 murojaat xalq qabulxonasi nazorati ostida virtual tizimga kiritib, ijrosi hozirgi kunda hal qilish bo'yicha belgilangan ishlar olib borilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.